Assalomu alaykum barchalaringizga. Futbol ixlosmandlari deymikan. Yaxshimisizlar do'stlar, charchamayapsizlarmi? Yana har doimgidek Real bilan Barsani temasi bor. Qayerga qarasa, Instagram qarasa ham Barsani muxlislari o'zini o'zi kechira olmayapti. Bitta-ikkitasi YouTube'da so'kib yozibdi, malades. Ko'chalaring kuygani shu bo'ladi, nima qilayin endi? Haqiqatan shunaqa achchiq, og'ritadi, qichitadi odamni. Nima qilayin endi? Men Real yutsa ham, yutmasa ham menga nima deydi? Baribir Real men uchun legenda. U Barselona men uchun bu futbol bir noinem komandada, oldindan shunaqa har doim shu zo'r borib turgan joyda aq qilib orqadan yel chiqarib qo'yganda ular oldindan shunaqa. Shuning uchun ham men shunisiga shukr qilaman, shu nima deydi? Realni tanlaganimga-da oldindan shu. Chunki o'sha men bilib tanlaganman komandani. Yana do'stlar, eslatib o'taman, Realdan tashqari o'ylamanglar, faqat bu kuchli komandalarni tanlaydi, yo'q. Realda to'g'ri endi PSG ham o'ziga yarasha hozir kuchli ketayotgan komanda. Real, PSG, Benfica, Chelsea, Arsenalni ham muxlisiman. Endi hozir Realdan tashqari qolganlarning o'yinlarini ko'pincha kuzatmasam-da, lekin sevimli jamoalar mana shular. Shularni men muxlisiman. Atak Realchilar sheda bo'lsa, tirik bo'lsa Realchilar deb bitta like bosib, eslicha obuna bo'lib qo'ysa ham, Realda muxlislari biladi, baribir Real o'xshab qolgan otga o'xshasa ham baribir Real. Chunki Real o'zini isbotlab bo'lgan, 15 marta chempionlikda olib, Barselonaga isbotlab bo'lgan. Qanaqa komandalikda? Barselona 5 marta olgan o'sha kubokda. Kim biladi qanaqa kublik degan. Ana shunaqa gaplar.